Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, hurmatli Umiduz. 10 nashdir qo'shsang bo'lmasmidi buni? Mayli. Ali Baraka savdosiga xush kelibsizlar. Bugun biz Oltiariq tumanimizda joylashgan, narx-navo jihatidan eng lider bo'lib kelayotgan O'zbekistonimizda yagona brend Ali Baraka do'konimizda Oltiariqdagi filialidamiz. Bugun yana o'sha sizlar uchun yozgi mavsum soya setkalari, bundan tashqari yozda o'sha issiqxonalarda, tovuq fermalarida, mol fermalarida sovutish uchun ishlatiladigan sovutish axlajdeniyalari haqida suhbatlashamiz va albatta narx-navolari. Va bundan tashqari mana bunaqa tikadigan apparatimiz bor. Ko'rib turibsizlar, ko'pchilik savol beryapti. Tikib berish xizmati ichidami degan savol uchun alohida to'xtalib ketamiz. Sababi tikib berishda ham ikki xil usuli bor. Bir xili qanaqa bo'ladi, ikkinchisi qanaqa bo'ladi, buni video davomida kuzatib bilib qolishingiz mumkin bo'ladi. Video davomidagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqinglar. Umiduz kanalidan ko'rib kelyapman degan promokod aytsangiz, albatta sizlar uchun chegirma, bonuslar bo'ladi. Layklar esdan chiqmasin, salomat bo'linglar. Bugun mana shunaqangi teplitsalarimizda, fermalarimizda sovutish sistemasi uchun gofralar, ya'ni sovutish axlajdeniyalari haqida ma'lumot beramiz. Bola, keling endi turing. Assalomu alaykum. Ma'lumot bersiz bo'lmaydimi? O'tirib telefon o'ynavermasdan. Telefon o'ynash keyin qoladi. Obunachilarimiz kutib qolyapti. Assalomu alaykum. Obunachilar, Ali Baraka savdo markaziga hammalar xush kelibsizlar. Rahmat. Jon aka, avvalambor o'zingizdan yaxshimisiz? Bezovta qilib qo'ydim endi o'tirgan joyingizdan. Shu YouTube'dan yozgan internetdagi mijozlarimizga alohida javob obunachilarga javob berilyapti. Javob beryapti-dik. Yaxshi. Bugungi videolarimiz mana o'sha yozgi mavsumga zarur bo'ladigan jihozlarimiz haqida. Hozir akalar 1 minut nima zarur edi o'zi? Asadbek, mana xaridorlarimizga ham qarab oldik ozgina muddat ichida. Endi mana biz obunachilarimiz uchun ham ozgina fursat ajratasizda. Mana shu albatta Jon aka. Gofralarimizni, sovutish sistemalari, yozgi mavsumga zarurat bo'ladigan jihozlarimiz haqida ma'lumot olamiz. Bo'ldi. Umidjon aka, bugungi xudo xolasa gaplashadigan do'konimizdagi mavzumumiz aka, bular kuzatuvchilarimizga yetadigan mahsulotlarimiz issiqxonani yozga 0 dan 100 gacha tayyorlash sistemalari haqida, mana soya setkalar, axlajdeniya, gofra, ventilyator mahsulotlari haqida bo'ladi. Umidjon aka, bularni birma-bir o'sha kuzatuvchilarimizni tanishtirib o'tamiz. Xo'p. Avvalambor o'zingiz aytgandek boshlaymiz aka. Bu axlajdeniyani yuragi hisoblanadi, o'sha gofra mahsuloti. Bu gofra mahsulotlarimiz Xitoy davlati ishlab chiqarilgan bo'lib, suvda o'sha tepasidan suv oqizib qo'yadi. Bu ma'lumotimiz endi bilgan dehqonlar uchun eslatma, bilmaganlar uchun ma'lumot bo'lib qoladi. Buning ustidan suv oqib turadi, to'liq tarzda bu suv bilan birga bo'ladi, tepasidan oqib turgan hisobiga. O'sha suvda erib ketmaydigan qog'ozga o'xshagan materialdan tayyorlangan bo'ladi. Alohida kiliklari bilan birga eng sifatligi hisoblanadi bu Xitoydagi. Buni dehqonlar o'zi ishlatgan dehqonlar biladi. Bularimizni razmeri qalinligi 15, eni 60, balandligi 1,5, 2, 180 razmerlari bo'ladi, chuqur razmerda bo'ladi. Buni bemalol kesib, razmerga olib ishlatsa bo'laveradigan mahsulot bu ham. Bunaqa imенно shu standart razmerda bo'lish shart emas. Dehqonlarimiz joyi. Buni keyin ishlatiladigan joylari asosan issiqxona, keyin chorva fermalar, katta-katta tovuqchilik. Keyin buni yana bir maxsus ishlatiladigan joylari bor. Metan zapravkalari ham juda ham ko'p ishlaydi bu. Bu ham sovutish uchun. Chunki ular ichida ham juda katta agregat motorlar bo'ladi. Shuni sovutish uchun shu mahsulotlardan foydalaniladi. Bu ham o'sha bizda O'zbekistonda keng qo'llaniladigan mahsulot. Hamma ishlab chiqarishda ham bu o'sha dehqonlar uchun ham, fermer xo'jaliklari uchun ham albatta ishlaydigan mahsulot. Xo'p, endi shoshmang, uzoqlashmaymizda, bir yo'li narx-navosini. Xo'sh, bu mahsulotlarimizni narx-navosi, Jon aka, razmerlilari, yana bir narsani aytib esdan chiqibdi. Buni 10 santimetrligi ham bor qalinligi. Xo'p. 10-15 ga bo'linadi. Xo'sh, bularning narxlari $17 dan boshlab $28 gacha bo'yiga, qalinligiga qarab narxi o'zgaradi. Tushunarli. $17 dan boshlanadi. $17 dan boshlanib $28 gacha assortimenti bor buni. Tushunarli. Xo'p. Endi bunga qo'shimcha. Buni sherigi ikkalasi birga bo'lib ishlaydi. Ventilyator mahsulotlarimiz, ventilyator haqida bundan oldin alohida video olganmiz. Shunga sherik qilib o'tib ketamiz. Ventilyatorlarimiz Xitoy davlatidan popka holatda keladi. O'zbekistonda o'zi xuddi shu do'konimizda, o'sha skalatimizda zborka qilinadi bu. Endi bu degani Jon aka, zborka qilamiz deb o'tganimiz, buni qanaqadir sizga mahsulot, zapchast kerak bo'lsa, misol ventilyatori, shkifi, motori,
oldidagi jalyuzalaridan bir muammo bo'lsa, qanaqadir holatlarda sinish, bukilish holatlari bo'lsa, albatta o'zimizdan buni zapchastlarini ham topishlaring mumkin. Hurmatli kuzatuvchilar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Aytgan razmerlaringdagi mahsulotlaringiz zapchasi bo'ladi bu haqda. Endi bularimizni razmeri eng kichkinasi 50 ga 50 razmeridan boshlab 1,5 gacha, 1,5 ga 1,5 bo'lgan razmerigacha olib kelib qo'yganmiz. Asosan 1,40 bo'ladi. Biz 1,5 ni ham olib kelganmiz Xitoydan. Kattalardan bor. Ha, eng katta razmerlaridan bor. Endi bularimiz narxlari $120 dan boshlab $180 Bizni o'zimizda vodiyda ishlaydigan 1,40 ga 1,40 56 kilolik deyiladi. Bularning narxi hozirgi kunda bo'lib turgan narxi $160 dan $172-75 plus minus Umidjon aka qimlab turibdi. Qolganlarining narxini kimga qanaqa razmer kerak bo'lsa, holatiga qarab o'sha so'ragan razmeri narxini telefon qilib so'rashsa, bemalol aytib berishimiz mumkin. Endi bitta savolda Asadbek, mana 10 sotik hisobida gaplashaylik. Endi 1 sotikka ko'p ham buna narsalar qo'yilmaydi. Shunday. 10 sotik hisobida qanaqasidan tavsiya beriladi u joylarga? Endi hozirgi kunda asosan ishlayib turgani pushti pomidor, rozvoy pomidor uchun, qulupnoy uchun asosan bular juda ko'p issiqxonada ishlaydi. Biz aytib o'tyapti turgan 1,40 ga 1,40 razmerini, xo'sh, teplisani holatiga qarab, ichidagi mevasiga qarab 1,5 sotikdan 2 sotikgacha hisoblab olsa bemalol bo'laveradi. Ana shu bitta kattasini. Kattalari 1,5 sotikdan 2 sotikgacha. Endi tovuq ferma, boshqa narsalar uchun alohida boshqa razmerlar bo'ladi, chunki ularning atrofi bino bilan o'ralgan bo'ladi. Ularga ko'proq? Yo'q, ularga kamroq. Ob'yomni kattaroq hisoblaveradi, kichkinaroq ventilyator qo'ysa bo'ladi, chunki ular bitta sovib olgandan keyin g'ish bo'ladi, tepalari loy bosilgan yaxshi holatda bo'ladi aka. Sovutish ham osonroq uni. Sovib olgandan keyin tezda plyonkaga o'xshab isib ketmaydi, Umidjon aka. Tushunarli. Demak, plyonka bilan o'ralgan issiqxonalarga demak kattaroqdan qo'yishni kattaroq ventilyator qo'ysa yaxshiroq effekt beradi. Yaxshi. Xo'sh, Umidjon aka, hozir mavzumizni davom ettiramiz aka, mijozlarimizni jo'natib oldik. O'sha teplisani axlajdeniyasiga sherik bo'lib, o'sha issiqxonani sovutib beradigan mahsulotlardan, salqinlikni ta'minlab beradigan mahsulotlardan biri bu soya setka hisoblanadi. Soya setkalarimizda qalinliklari 55, 75, keyin 75% ga o'tganimizdan keyin sal qalinroq variantlari bor. Grami og'irroq, 65 gramligi, 70 gramligi, keyin 85, 95, 125 gramlikka borib oxiri to'xtaydi aka. Bu qo'limda turgan soya setka 55% Xitoy davlati ishlab chiqarilgan 3 yil garantiyasi bor. Zavod tomonidan o'zi 5 yil kafolat beriladi. Biz ob-havoga biz o'zimiz 3 yil garantiya berib sotadigan mahsulotimiz. Bularning razmerlari ekranga yozib qo'yamiz. Eni 6 metrdan eni 12 metrgacha, uzunligi 50 metrdan boshlanib ketaveradi. 100 metrgacha bo'lgan variantlari bor aka. Xo'sh, Umidjon aka, bir yo'li narxini ham aynan mana shu 55% kvadrat narxi aka, bularimiz sortiga qarab, keyin buni O'zbekistonda ishlab chiqarilgan yaxshi variantlari ham bor. Narxi arzondan so'raganlar uchun 1100 so'mdan boshlab kvadrati 1400 so'mgacha. Narxi kvadratga hisoblanadi bularda. Kelishsin, chiroyli yana ham optim narxlarda qilib beramiz Umidjon aka. Xo'sh, keyin aka, bu mana ajratib qo'ygan mahsulotlarimiz, bilasiz, soya setkalarimiz asosan tepada turadi bizniki. Qancha ob'yom bo'lsa ham qilib beramiz. Bu ajratib qo'yganlarimiz aka, pogovkadagi variantlari Xorazmga ketyapti akajon. Xorazmda katta bir qadrdon akamiz plyonkalari o'zimizdan olgan. Bu ketyapti. Bu tikib tayyorlab qo'yganlarimiz aka, bu nimaga? Qarshiga ketyapti. Razmerlariga olib qo'yganmiz. Bu egalari tayyor bular. Egalari tayyor aka, to'lovlari qilingan. Kecha yakshanba pochtalar ishlamadi. Bugun dushanba kuni chiqarib yuboramiz. Umidjon aka, bularni tikib aka razmeriga olib berganmiz, mana chiroyli qilib, mana atroflari, chetlari, o'rtalari ulangan. Teplisasi uzunligi 100 metrlik uchun 100 metrga enini 14 metrlik variant qilib aka 10 tapachka qilib qo'yganmiz aka. Bu ham hozir chiqib ketish jarayonida aka. To teplisasiga yetib borgungacha bu mahsulotlar bizning hisobimizda bo'ladi. Qo'liga olgandan keyin aka tekshirib oladi aka, keyin pochta pulini beradi. Tushunarli. Bu endi asosan bu soya setkalarimiz bu Teplitsa uchun. Bular Teplitsa uchun mahsulotlar aka. Bular endi Umidjon aka o'sha xonadonlar uchun ishlatiladigan soya setkalarga o'tamiz. Mana soya setka o'rnashmayapti-da, shu ustingizga yiqilib tushmasa bo'ldi, altikka qilib qo'yganimiz. Haligi ustimizga tucha qoldi bog'lab tushishiga bu. Xo'sh, Umidjon aka, bu soya setkamiz o'sha bu ham Xitoy davlati ishlab chiqarilgan bo'lib, xo'sh, manjitli chetlari manjitli qilib tikilgan aka, eng sifatli mahsulot hisoblanadi. Bu qo'limda turgani
O'sha 85%ligi. Mhm. Xitoyda 85% soya setkasi bu 75 dan boshlanadi. 75, 85, 95, 120 gramm, 125 grammligi bo'ladi. Mhm. Bularning narxi, kvadrat narxi aka 4000 so'mdan 7000 so'mgacha. 4000 so'mdan 4000 7000 so'mdan so'mgacha. 7000 so'mgacha. Hurmatli mijozlar, chet eldan kelib turgan mahsulotlar narxi ancha o'zgarib ketgan. Mhm. Oldingi videolarimizda narxlar bo'yicha emas, mana narxlarni aytib o'tyapmiz, iloji bo'lmagani uchun. Mhm. Bu endi oladigan akalarimiz tomonidan ham iltimos qilingani uchun narx-navo e'lon qilinyapti. Bugungi chislov bo'yicha Bugungi chislov bo'yicha, 27 aha, 27-aprel bo'yicha kuni bo'yicha. bu videolarimiz 4000 so'mdan 7000 so'mgacha kvadrat narxi. Xolasa dollarga bichib beramiz, xolasa so'mga. Mhm. Ag'a endi savdosiga qarab Xo'p, chiroyli endi qilib beraveramiz. tikib berish xizmatini ham aytib o'tdingiz. Bujon aka, Ana shunga to'xtalib o'taylik. alohida to'xtalib o'tamiz. Hurmatli mijozlar, tikib berish xizmatimiz pichoq tayib kesilgan joyini averli o'qib bukib berish xizmati ichida. Aha. Siz bu tomoniga arg'amchi olsangiz, tros olsangiz, ulari arg'amchini tikib berish, arg'amchi ular ichida emas. Ularga alohida kelishilgan holatda pul to'lanadi. Faqat pichoqda kesilgan tomonni Pichoqda kesilgan, o'sha pichoqda kesilgan oldi yu arqa tomonni aka tikib berish xizmati. U yana 50 metr bo'lami unga qizig'i yo'q. Biz o'sha yerni kesganmizmi, o'sha yerni tikib berishimiz ichida. Lekin yoni 1 metr bo'lsa ham aka kelishilgan holatda o'zini bularda tikib berish stapkalari bor, narxi bor. Shu el qatori chiqarib qo'yganmiz, shu narxda tikib beramiz. Tushunarli. Mana Umidjon aka endi buni ko'rsatib ham beramiz aka. Mana bu holatda aka ana shu tomonni xuddi shunday qilib tikib berishimiz, xuddi shu holatda tikib berishimiz kesilgan tomoni bu o'sha narxning ichida. Aha. Endi aka kelgan xaridorimiz aka men sim tortmoqchiman, men ichidan tros o'tmoqchiman, menga arg'amchi o'tkazib beringmi, manjitli qilingan tomonni bukib, O'zi zavodskoy tomonni ham tomonni tikib chiroyli qilib berishimiz aka bunisi alohida narx hisoblanadi. Umidjon aka. Kuzatuvchilarimizga aytamiz, kunlasiyapti, issiqxonani sovutish, salqinlashtirish bo'yicha nima mahsulotlar kerak bo'lsa, bemalol pastki raqamlarga telefon qilib, aloqaga chiqib, narx-navolarni bilib, atrof bilan surishtirib, kelishlari mumkin. Do'konimiz Ali Baraka savdo markazi Oltiariqda joylashgan. O'zbekiston bo'yicha pochta xizmatlarimiz ishlab turibdi. Kimga shunaqa sifatlik soya setkalar, soya setka mahsulotlari sovutish, axlajniy, gofra, ventilyator, nasos, shunga ishlaydigan nimaki mahsulotlar, sovutish sistemasi bo'yicha mahsulotlar kerak bo'lsa, bemalol do'konimizga kelib, optim narxlarda xarid qilishlari mumkin. Bu bo'yicha narxlarni atrofdan surishtirib, bemalol kelishlari mumkin. Respublika bo'yicha eng arzon narxda qilib berishga aqlimiz ham, ob'yomimiz ham, kuchimiz ham yetadi, Umidjon aka. Salomat bo'ling. Rahmat hammaga.